Uyda erkek bilan ayoli olos qolsa uchinchi shayton bo'ladi. Menga pulimni bersangiz, meni oilam bor, tirikchilik yurmay ketaman. Mayli, xohlasangiz o'zingiz bilasiz. Mana pulingiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Bo'ldimi? Iltimos, boshqa mana bunaqa o'yinlaringizga aralashtirmang. O'zing to'laysan, tushundingmi? Qara lekin yaxshilab olgin. Babbey, Dastlabki sinovdan o'tdi. zo'r bo'pti-yu. Soch, soqol, kiyim-kechaklarga qarab qo'ylaring. Xo'p bo'ladi. Ha, yana bir narsa. Qo'liga bir qism pul berib qo'ylaring. Momo bilan ishga chiqmasin. Xo'p bo'ladi. Ertadan ishni boshlayversin. Menga qara. O'zing ko'z quloq bo'l. O'zing javob berasan. Bo'ldi, bajaraman. Bolla keldimi? Qara. Bo'ldi. Boz qarayim. Hech qachon eringni telefonini tutma, xo'p? Men sendan norozi bo'laman, tushundingmi? Bolla, xo'jayin chaqiryapti. Ha, tinchlikmi? Yangi odam kelarmish. Ketdim. Ketdik. Ishchi oldim deyman, boya. Tekshirdilaringmi? Shaxsan o'zim tekshirdim. Sinovdan o'tdi. Yoshlikdan o'sgan o'rtog'im, hamsimdoshim. Qiyinchilikda katta bo'lgan bola. Qara lekin oilamni olib yuradi, shu yerdami o'zi? Ha, shu yerda. Chaqir. Marhamat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Menga qara. 49 da o'tirmaganmiding? 2016-yil. O'tirganman. Aka, bu bolani men yaxshi taniyman.